Jadidlar yangi zamonni, ilm ma'rifat asosiga qurilgan, ilg'or jamiyatni orzu qilgan millat oydinlari edilar. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim, ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevolsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Shulpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. O'zbek degan millatda yashar edik. Minnati yo'q rahmatda urgina jon. Endi borib jannatga hammasini aytib ber. Notinchlikning peshonasi sharoqli dunyosini zor yig'latgan zolim Endigina yoshining yo'lni hammasini Allohimga aytib ber. Qurbon bo'lib ketgan bizning qancha sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha